Holsizlik bu ayrim insonlar uchun juda tanish holat. Agar holsizlik tanamizda ayrim qismida og'riqlar bilan, bosh og'rig'i, tanani ayrim qismini og'riqlari bilan yoki shamollash bilan birga kelgan bo'lsa, unda yechimi oson. Shifokor bilan shu kasallikni bartaraf qilish orqali holsizlikdan qutulish mumkin. Lekin ayrim holatlarda ertalab turganda jismoniy zo'riqishsiz holsizlik kuzatiladigan bo'lsa, unda jiddiy yondoshishni talab qiladi. Bunday holatlarda qondagi gemoglobin, ferritinni aniqlash, vitamin D miqdorini aniqlash, undan tashqari qalqonsimon bezini funksiyasini aniqlash yoki gormonal fonni aniqlash orqali yoki onkolog vrach bilan onkologik kasalliklar bor yo'qligini istisno qilish. Ya'ni yana bir holat bor, ya'ni tushkun kayfiyat, depressiya bor yo'qligini bartaraf qilish orqali holsizlikdan qutulish mumkin. Agar sizda bu kasalliklar yo'q bo'lsa, unda uy sharoitida jenshen damlamasi, elektrokok nastoykasi, mikroelementlar qabul qilish yoki oddiygina suv miqdorini ko'paytirish yoki 3000 dan 10000 qadamgacha harakat, jismoniy harakatni ko'paytirish orqali holsizlikni bartaraf qilish mumkin bo'ladi.